Dastur bu biror kompyuter yoki telefonga o'xshagan aqlli mashinalar tushunish uchun yoziladigan komandalar, ya'ni buyruqlar to'plami. Tasavvur qiling, siz kompyuter yaratdingiz. U har xil qurilmalardan tashkil topishi mumkin. Monitor, klaviatura, sichqoncha va hokazo. Ushbu kompyuterga dastur yozmas ekansiz, u bir matoh, ya'ni quti bo'lib qoladi xolos. Shu sababdan ham o'sha siz bilgan Telegram, YouTube, Paint, Word yoki mashhur o'yinlar, saytlar yaratilgan va barchasi dasturlar hisoblanadi. Tabiiy ravishda savol tug'iladi. Dasturlarni, ya'ni ularni ishlashi uchun kerak bo'ladigan o'sha buyruqlarni kimlar yozadi? Dasturlarni dasturchilar yozadi. Xo'sh, unda dasturlash nima? Dasturchi biror dasturni yaratishda qiladigan barcha ishlari, harakatlari dasturlash hisoblanadi. Keling, endi bitta hayotiy misolni ko'rib chiqamiz. Uy qurmoqchisiz deylik, uni qurish oson emas. U ko'p vaqt, ish kuchi va boshqa narsalarni talab qiladi. Eng birinchi qadamda dizaynerga siz xohlayotganingizdek uy loyihasini chizdirasiz va ishlarni boshlash uchun tajribali katta muhandis yollaysiz. Uy fundamentini ko'tarish uchun, g'isht terish uchun, tomni yopish va kosmetika ishlari uchun alohida ustalar ishlatasiz. Va nihoyat, belgilangan taxminiy muddat atrofida uy bitadi. Ushbu holatda uyni dasturga o'xshatadigan bo'lsak, uyni qurish jarayonida shuncha inson ishtirok etgani kabi dasturni yaratishda ham analitik, arxitektor, dizayner, proyekt menejer, tester va albatta dasturchilar kerak bo'ladi. Uy qurilish boshlangandan to tayyor bo'lgunicha ketgan jarayonni dasturlashga bemalol o'xshatsak bo'ladi.